Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan mana shu og'izda eriydigan mazali qizil baxmal torti va trayfellarni tayyorlashni o'rganamiz. Ketdik. Birinchi bo'lib quruq mahsulotlarni aralashtirib olamiz. 270 gramm unga 10 gramm razilxitil, 7 gramm kakao solib aralashtirib olib qo'yamiz. Yarim choy qoshiqda qizil rang, 240 gramm sutga solib yaxshilab aralashtirib, rangi eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa 3 ta tuxumga 250 gramm shakarni solib, ularni ham shakari eriguncha aralashtirib olamiz. Rang va sut aralashmasini ham solib, mikser yordamida aralashtirib oldim. Ana endi esa 90 gramm yaxshi sifatli slivichni maslani oldindan eritib olganman va buni ham massaga solib 40 gramm o'simlik yog'ini ham solib aralashtirib olamiz. Hamma mahsulotlarni aralashtirib bo'lgandan keyin quruq massani aralashtirib olamiz. Tortday qilib yaxshilab ko'pirtirib o'tirish shart emas. Xuddi pirogdek tayyorlasangiz ham hech narsa qilmaydi. Yaxshida sifatli razilxitil bo'lsa, yaxshigina shishib chiqaveradi. Mana ko'rganingizdek suyuqlikda bo'ladi. Pergament solingan qolipga solib 180 gradusda oldindan qizirilgan duxovkada 25 minutda pishirib olamiz. Mana qizil baxmal tortimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa formada 3 ta korj kesib oldim. Kremi uchun esa 300 gramm qaymoq va 120 gramm sug'ishoniy molakodan krem tayyorlab oldim. Kremni meshokka solib, videoda ko'rgandek qilib tortimizni yig'ib chiqamiz. Korjlarimiz ortib qolgan qismini esa blenderda maydalab olib, trayfel tayyorlab olamiz. Ozroq kukunlarini sepib, krasniy barg tortimizni bezab oldim. Trayfelimiz uchun esa 250 gramm tayyor qaymoqli zagotovka va 100 gramm krem slivkadan foydalandim. Korjlarimiz kukunidan bir osh qoshiqda solib chiqib, ustidan krem solib chiqdim va uyda bor malinadan foydalanib, malinani ikkinchi sloyga malina solib chiqdim. Undan keyin ustidan yana krem qo'yib, videoda ko'rganingizdek ketma-ketlikda davom etamiz. Trayfelni mini tortga o'xshatsak ham bo'ladi. Xohlagan nachinkani solib, o'zingiz xohlaganda ijod qilsangiz bo'ladi, xohlagan tortni korjini qo'yib. Mana trayfelimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi esa ustini o'zingiz xohlagan shaklda yasab olsangiz bo'ladi. Desert qoshiqchasini qo'yib, trayfelimizni stakanini qopqog'ini yopib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Sizdan layk va kommentariy kutaman.